O'zbekiston yangi imkoniyatlar diyori. Bugun bu yurtda investitsiyalar, texnologiya va innovatsiyalarga ochiq kelajak iqtisodiyoti barpo bo'lmoqda. Markaziy Osiyoning qoq markazidagi zamonaviy sanoatlashtirish va biznesni jalb qilish markazi hisoblangan yangi avlod maxsus sanoat zonasi ushbu ilg'or harakatning yorqin ramzidir. 764,5 gektardan ortiq maydonni qamragan hudud eski va yangi Toshkent o'rtasida mamlakatning eng yirik transport arteriyalari va logistika markazlari yonida joylashgan. 3 ta xalqaro aeroport, temir yo'l yo'nalishlari va yangi avtomagistral yo'llari ham ichki, ham xalqaro bozorlarga tez chiqish imkonini beradi. Bu yerda 160 megavat quvvatga ega elektr ta'minoti, rivojlangan suv va oqova ta'minoti tizimi, gaz quvurlari, 35 kilometr ichki yo'llar quriladi. Bu hududda temir yo'l terminali, bojxona omborlari, o't o'chirish postlari, 24 ga 7 kommunal xizmat markazi, shuningdek biznesni rivojlantirish, tadqiqot markazlari hamda 4PL darajadagi logistika markazi barpo etilmoqda. Rezidentlar uchun quyidagi yirik soliq imtiyozlari amal qiladi. Investitsiya hajmiga bog'liq ravishda 3 milliondan 15 million AQSh dollar yuqori investitsiya miqdoriga 3 yildan 10 yilgacha bo'lgan daromad solig'i, yer, mulk va suvdan foydalanganlik uchun soliqlarning 0 stavkasi joriy etiladi. Bundan tashqari, ustuvor tarmoqlardagi yangi sarmoyadorlar uchun 120 kunlik noyob imtiyoz. Sanoat, qishloq xo'jaligi, texnologiya va yashil energetika kabi ustuvor tarmoqlarda soliqlar va majburiy to'lovlardan to'liq ozod qilish amal qiladi. Import qilinadigan uskunalarni bojxona to'lovlaridan ozod qilish va soddalashtirilgan ma'muriy tartibot ham shular jumlasidandir. Maxsus sanoat zonadagi loyihalarga kiritilgan investitsiyalarning umumiy hajmi 1,2 milliard dollardan ortiq mablag'ni tashkil etadi. Yaqin yillarning ichidayoq bu yerda avtomobilsozlik, qurilish, oziq-ovqat industriyasi va boshqa sohalarda 47 loyiha amalga oshiriladi. Bu 10 mingdan ortiq yangi ish o'rnini yaratilishini va minglab oilalarning iqtisodiyotni modernizatsiyalash jarayoniga jalb etilishini anglatadi. Yangi avlod yashil energetika zonasidir. Bu yerda quyosh panellari, energiyani hisobga olishning zamonaviy tizimlari, chiqindilarni kamaytirishning texnologiyalari joriy etilmoqda. Bularning barchasi ishlab chiqarishni yanada samarali va ekologik xavfsiz qiladi. Bu esa biznesning xarajatlarini kamaytiradi, korxonaning energetik xavfsizligini mustahkamlaydi va investorlar uchun ijobiy jozibadorlikni shakllantiradi. Har bir investor loyihaning barcha bosqichida, g'oyadan boshlab eksportgacha yagona darcha tizimidan biznesni tezkor ro'yxatdan o'tkazish va qo'llab-quvvatlashdan foydalanish imkoniyatiga ega bo'ladi. Yangi avlod maxsus sanoat zonasi bu yangi g'oyalar tug'iladigan, yangi ish o'rinlari yaratiladigan va kelgusi avlodning iqtisodiyoti shakllanadigan kelajak hududdir. Bu yerda an'analar, innovatsiyalar bilan sayqallashadi. Intilishlar esa haqiqatga aylanadi.